Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz qahva kafenyasiga mehmonga keldik va bugun Doston aka ish boshqaruvchilaridan birlari bizlarga o'z tajribalari bilan ulashadilar. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. O'zingiz haqingizda ozgina aytib bersangiz va qanaqa qilib qahvaxona ochishga kelgansizlar? Shu qahva brend kafenyasini boshqaruvchilaridan bittasiman. Bu sohaga kirib kelishimizning sabablaridan bittasi, shu bilsangiz kerak, chet davlatlarda bu soha ancha rivojlangan. Ya'ni Shunaqa. coffee saboy deydi rus tilida, ingliz zaboni take away. Keyin o'sha narsalarni ko'rib, ko'p kinolarda ko'rganmiz, sayohatlarga chiqqanda ko'rganmiz. Bu soha ancha rivojlangan. Masalan, chet davlatlarda, masalan, Osiyoning o'zida ham faqat bizda o'sha paytlarda biz o'sha nima deydi, ochishimizdan oldingi paytlarda hali bu sohada bor edi. O'zini egalari sekin-sekin kirib kelayotgani, u paytda hali endi boshlanayotgan etap edi. Boshlang'ich etaplar edi, unaqa rivojlanmagan. Ochilgan bo'lsa ham, qanaqadir brendda ochilgan bo'lsa ham, hali odamlar ko'p tushunmagan, kamchilik odam bilgan bu narsani. Endi keyin biz ham shu sohani o'rganib, ko'rib, bu sohada nima deydi, kelajagini ko'rib, bu sohada kelajak borligini, ya'niki o'sha soha sekin bizga kirib kelyapti. Hali bu yengillik, keyinchalik bu odamlik odatiy bir nima deydi, holga aylanadi. Shu sabab bo'ldi bizga shu sohani, kafenyani brendini faxrlanadigan milliy brend asos solishimizga. Keyin birinchi bo'lib qahva brendi to'shkamizni, filialimizni Darxonda. Oldin Fizkulturniy universitet bo'lardi, o'sha Darxonda. O'shani to'g'risida Astanovkada o'sha Qarshilada ochganmiz. Brend boshqacha bo'ladi, dizayni boshqacha bo'ladi, lekin brendi shu bo'lardi, nomi shu bo'lardi, lekin dizayni boshqacha bo'lardi. Keyinchalik rivojlanib, hozirgi biz o'zimiz ko'rayotgan brendga, dizaynga yetib keldik, rivojlantirib. Hozirgi shu brend bu ancha yillik nima deydi, harakat, mehnat, shu sohani ustida ishlash, yengilliklar qilish va hozir ko'rib turgan natijaga erishganmiz. Omadsiz tajribalar bo'lganmi? Omadsizliklar bo'lgan, bu sohada bizda ham bo'lgan boshida. Va bu narsa hech kim nima deydi, xolimas, har nima deydi, sohada bo'lganda bizning sohamizda ham bo'lgan bu narsa. Asosiysi o'sha ishimizni belgilab beradigan faktorlardan bittasi, eng asosiysidan bittasi lokatsiya. Joy tanlash. Agar shunda xato qilinsa, bu asosiy nima deydi, faktor bo'lgani uchun savdo bu ish yurishib ketmasligi asosiy faktor shu. Agar xato qilinsa, bu nima deydi, o'sha filial bu ishi yurishmasligining asosiy sabablaridan bittasi bo'ladi. Bunga nimaga biz ahamiyat berishimiz kerak? O'sha joylashuvga birinchi, kontingentga, odamlarga, qanaqa odam, yoki ishchilarmi, yoki nima deydi, studentlarmi, yoki odamlar nima deydi, oddiy aholi yashaydimi, hamma narsani o'rganib, keyinchalik o'sha ochiladi-da filial. Bizda ham bu narsa bo'lgan, omadsizliklar bo'lgan, bo'lmagan emas. Biz o'shalardan nima deydi, dars olib, o'rnak olib, o'shalar qilgan xatolarimizdan, Xatoni ustidan ishlab, o'sha keyinchalik yangi ochayotgan tochkalarimizda o'shalarning hammasini inobatga olib, keyin qadam bosamiz. Bizda ham bu narsa bo'lmagan emas. Nechta filialingiz bor va chet davlatlarida ham kengaymoqchimisizlar? Hozirgi kunda filiallarimiz soni 8 ta. Keyinchalik baribir buni ustida ishlab, nima deydi, ko'paytirish niyatdamiz. Chunki 8 tada qotib qolish, to'xtab qolish yo'q. Bari ham o'sish kerak, harakat qilish kerak, rivojlantirish kerak. Biz ham xuddi shunaqa o'zimiz brendimizni, o'zimiz nima deydi, kafenyamizni rivojlantirish ustida ishlaymiz. Keyinchalik ko'paytirishga harakat qilamiz. Ko'paygandan keyin iloji bo'lsa harakat qilamiz. Kачествоni ham bari esdan chiqarmaslikka. Bari bu narsa nima deydi, bizani brendimizni ushlab turish uchun, bizani brendimizni odamlar tanish uchun kelajakda endi bor, planlarimizda bor, boshqa davlatlarda ochish. Endi hozir harakat birinchi o'zimiz davlatda rivojlantirib, keyinchalik yaqin bizga qo'shni bo'lgan davlatlarda ham ochish niyat bor. Qanaqa qilib U-Power haqida bilgansiz va bu loyihada sizni nima qiziqtirdi? U-Power stansiyalari shu aloqa chiqqandan keyin o'sha joy topib, lokatsiyani hamma informatsiyalarni berganingizdan keyin siz yugurmaysiz, hamma nima deydi, kerakli ishlarni ularni o'zi bajarib ketadi. Ustonovka qiladi. Ular hamma ishlarni bajarib ketadi.
qulaylik tomonlaridan bittasi shu. Yana ko'p qulaylik tomonlaridan bittasi shu. Oddiy ko'chadagi tanishuv bizani YouPower bilan nima deydi, qahvani o'rtasidagi nima deydi, соединение bo'ldi. Shundan keyin biz YouPower stansiyalarini har bitta filialimizga qo'yib chiqdik. Hozirda YouPower bilan ishlab kelmoqdamiz. Bu mijozlarimizga ham ancha yaxshi, yengillikda ular uchun. Ular uchun ham ancha yaxshi bu narsa. Sizda qanaqadir ikkilanishlar bo'lganmi? YouPower qo'yishda bizda rostini aytsam ikkilanish bo'lmagan. Chunki biz bu bizga berilgan nima deydi, ma'lumotlar, usloviyalardan tanishib, keyin baribir bu narsa biz uchun emas, nima deydi, asosan klientlarimiz uchun qilayotgan qulaylik bo'lgani uchun buni tanlashda, YouPower tanlashda biz ikkilanmaganmiz. Shuning uchun bemalol nima deydi, ikkilanmasdan YouPower tanlaganmiz. Birinchi navbatda mehmonlar uchun. Mehmonlar uchun qulaylik yaratish. Kelajakda yana stansiyalaringizni ko'paytirish rejalaringizda bormi? Rejalarimizda endi keyingi filiallarimiz xudo xohlasa ochilsa, har bitta filialimizga baribir o'tgandek klientlarimizga, ya'ni mijozlarimizga qulaylik yaratish uchun biz har bitta filialimizga o'sha hozirgi ishlab kelayotgan yo'l power banklarni stansiyalarni qo'ydiramiz. Boshqa biznes egalariga tavsiya berasizmi? Bizning sohada shu kafe restoranlarda bu narsa kerak deb o'ylayman. Baribir biz mijozlar uchun ishlaymiz. Shuning uchun mijozlarga qulaylik yaratishda shu narsalarni qo'yish, ya'ni YouPower stansiyalarini tavsiya qilaman. Chunki bu yoqda ham o'sha klientlarga qulaylik yaratamiz, ham bizga o'zimizga foyda. Qanaqa YouPower ilovasida o'sha ya'ni bizga qahvani ilovasida bizning reklamamiz, passiv reklamamiz ham ketyapti. Yo'qdan ham biz YouPower klientlarga qulaylik yaratib beramiz, ham o'zimizga qanaqadir passiv reklama bo'ladi. Ilovasida YouPower ilovasida o'sha passiv reklama ketadi. Albatta filialingiz, nomer, Instagram, hamma danlari, hamma rasmlari, nomerlari hammasi aktiv reklama ketadi. Nima sababdan bu daromad turi O'zbekistonda hozirgi payt aktual? Chunki bu narsa har kuni hayotimizda smartfonsiz nima deydi, tasavvur qilish juda qiyin. Hamma xos telefon. Bu nima deydi, nafaqat bu развлечение, video qilish, tomosha qilish, bu ishimiz ham, ishimiz ham. Hammamiz telefonda ishlaymiz. Shunaqa yonimizda notebook bo'lmasa, o'sha telefonda ishimizni bajaramiz. Degani aktiv o'sha telefondan foydalansak, smartfonlardan foydalansak, zaryadkasi ketadi. Ya'ni bizga o'sha vaziyatlar bo'lib qoladi. O'sha vaziyatlarda bizga zarur bo'lib qoladi-yu bu narsa. O'shanda lekin yoningizda yonimizda zaryadka yo'q. O'sha paytda mana shu YouPower stansiyalarga o'xshagan stansiyalar bizga yordamga keladi. Shuning uchun bu soha bizani o'sha nechidir yil oldin qahvaxona, kafenelar deydi, O'zbekiston yengillik bo'lgani uchun bo'lgandek, bu narsa ham hozircha yengillik, lekin kelajakda yaxshi daromad olib keladigan soha deb o'ylayman. Siz uchun passiv daromad bu nima? Passiv daromad men uchun bu nima deydi, o'sha bir vaqtlar investitsiya kiritgansiz yoki harakat qilgansiz bitta soha, bitta proyekt ustida va u keyinchalik bo'ldi, siz определенный harakat, определенный investitsiyadan keyin sizni o'sha bo'ldi, siz ham sizga daromad olib kelib turadigan narsa men uchun passiv daromad bo'ldi. Shu men tushuncham passiv daromad to'g'risida shu. E'tiboringiz uchun rahmat. Doston aka, vaqtingiz uchun sizga alohida rahmat. Qahvaga keling, mazali kofelardan iching va zaryadkasiz qolmanglar.